Yettinchi qissam. O'rliqaning qo'lidan buncha ish kelganiga hayron bo'lgan Muthamning opasi va singlisi uning kashtini shuncha chiroyli kashlaganligi odatdami o'zlari o'ylagandanmi unda qov hiyla mekrlik emasligini bilgandan keyin uni bag'ansir yoqtirib kelishga boshlabdi va uningga burunqidan yaxshi muomala qilib uni yaklamaydigan bo'ldi. Xizmatkorlarmi uning mijoz xulqining yaxshi ekanligini bilgandan keyin hammasi uni yoqtirib qapti va bekor bo'lsalar uning deganlarini qilib ishlarga yordamlashadigan qasr ichi texmi mehrli ko'rinadigan bo'ldi. Bu ishlardan Muthammu intayin xushal bo'lib, singlisi va opasi oldida maydisini kerib yuradigan bo'ldi. Biroq uzoq o'tmayla O'rliqaning tug'adigan vaqtimi yetib kelib, to'lg'oq azobi uni qiynashga boshlabdi. O vaqtlarda hozirgidek taraqqiyot bo'lmaganligi uchun O'rliqa azobni yetkichi tortibdi va tug'udida o'lib qolay degili qil qopdi. Biroq O'rliqa chidashlik berib, cho'qim bolani sog'-salomat tug'ib beqib cho'nqimisi bo'lmaydiganligini, bu bolaning Nusratning barcha umidi va yordamisi ekanligini o'ziga askartibdi. Va oxiri o'zimi o'ylamagan holatda to'limi chiroyli bir qiz tug'ibdi. Qizning quliqining keynida yana tehi to'limi chiroyli bir dona xoliba bo'lib, garchi kichkina bovoq bo'lsa-mu, ammo oppoq terlariga to'limi yarishib, qarg'aliki odamning amroqligini keltirdi ekan. Mutham uning opasi va singlisi bu bovoqni xuddi o'z uyining bir a'zosida ko'rib erkilatib boqar ekan. Mutham bo'lsa bu qizni o'z pushtidan bo'lgan bola deb bilib qo'lidan tushirmaydi ekan. Hatto birasining uni tutib qo'yishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Sirtdan qaytib keliblar, uni quchog'iga elib bu qizni qat'iy qo'lidan tushirmaydi ekan. Shuning uchunmi ular bu atvorli qizning ismini Malika deb qo'yib, uning texmi yaxshi muhitda, texmi mehr muhabbatga to'yingan holatda yashashini umid qildi. Malika mo bag'ansir cho'ng bo'lishga boshlabdi va ularning texmi yoqtirchi qasrdagi barcha odamlarning omroqligiga erishibdi. Malika amdili tamtilab mengib yurgan vaqtlarda Nusratmo O'rliqani izlash uchun har tarafga mengib, har tarafdan uning izdirigini qilayotgan vaqtlar bo'lib, ayolining o'zidan homildor bo'lib, qo'rsoq ko'tirib, yana shundoq bir omoqqini qizi boliqini uqmaydi ekan. Faqat o'z ko'nglida O'rliqani topsam, mayli kunimiz qandoqli o'ssin, menga uning bilan birga bo'lsam deganini o'ylaydi ekan. U nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan kechirib, yo'lda meng'iyotguncha talay qitim har xil, har turdagi odamlarga uchrabdi. Lekin shundaqdimi O'rliqaning izdirigini qilolmay ko'ngli g'ash bo'pti. U shundaq mengib, to'limi bahayvat bir tog'ining oldiga kelibdi. Bu tog'dan yamashmog'icha qarish tarafga o'talmaydi ekan. Navoda yamasa tog'dan tushib ketib, u dunyoga safar qilishi mumkin ekan. Yana kelib, uning yanidagi safar uchun ilib olgan barcha uzuq va suvlarning hammasi tugab, o'zimi mag'dursizlanib ketgan bo'lib, toqqa yamashqudek bira uskunisim yo'q ekan. U qanday qilishni uqolmay qaymoqib turgan dal shu vaqtda bir munch to'ygiga minib olgan savdogarlar uning oldidan o'tibdi. U ussuzlik va ochlikdan bo'lanmagan bo'lib, ularni ko'rish bilan tang hushidan ketibdi. Bir muncha odam uni yo'lab turg'izib, uning qumliqda charchab ketganlikdan hushidan ketganligini bilib, uning kiyimlarini qiqib, yuzlariga suv sepib, ig'ziga suv temitibdi. O azriq qo'shig'i kelgandan keyin savdogarlar uningdan qayerdan kelganligini, bu yerga nima uchun kelib qolganligini so'rabdi va savdogarlarning xo'jayini uni yo'lab turg'izg'ach, "Inim, qarsam, xili yaxshi niyatlik, yuvosh odamdek qilasan. Bu yerga nima vajidan kelib qolding?" deb so'rabdi. U bo'lsa, "Men asli to'limi xotirjam yashayotgan edim. Mening yana to'limi chiroyli bir ayolim bor edi.
ayolimmi meni to'limi yaxshi ko'ratdi. Gerçi oddiygina bir kapimiz bo'lsa-mu, ammo biz o'zaro to'limi yaxshi ko'rishatdik. Ammo xuddi baxtimizga ko'z tekkandekla, ikkimiz ma'lum sabablar bilan ayrilib ketdik. Yaxshi ko'rgan ayolimdan ayrilgandan keyin yeginim osh, ishkinim suv emas. Kechilar ne ko'zimga uyqu kelmas bo'ldi. Balki menga o'xshash kunlar beshiga kelmaganlar bilmasi kerak. O'zi yaxshi ko'rgan odamdan ayrilish haqiqatan azobli ekan. Mana men ayolimni izlash uchun shaharmi shahar, yurtmi yurt musofir bo'lib ayolimni izlab yuryapman. Biroq ayolimning hech qanday izlirikini qilolmay, mushtag'ning oldiga kelib, yo chiqishimni, yo qaytishimni o'qolmay turib qoldim. Debdi. Uning boyadan beri deganlarini zan selib anglayotgan savdogarlarning xo'jayini yosh turibla. Haqiqatanmi oz jafolarni tatmagan o'xshaysan, enam. Gerçi sana kelgan kunlar menga kelmagan bo'lsa-mu, lekin men sening hissiyotingni tushunib turibdiman. Chunki yaxshi ko'rdigan odamidan ayrilib qolish, bo'libmi uning qayerda ekanligini bilmaslikdek og'ir azob bo'lmasi kerak. Ine, xohlasang bizga ergashgin. Biz har shahar, har yurtlarga berib savdogarlik qilamiz. Shu jarayonda ayolingning izdirigini qila olasang ajab emas. Nusrat boyatdan beri savdogarning deganlarini astoydil anglagandan keyin savdogarning deganlarini to'g'ridek o'ylab, ularning karvoniga ergishib mengibdi. Hamda shu bahonada hurliqani uchirtib qolsam, hech bo'lmasa u to'g'riliq bir xabarga erishib qolsam ajab emas deb o'ylabdi. Hamda ularga ergishib mengishga qo'shilibdi. Ana shundan keyin uning yana yangicha hayoti boshlanibdi. Hurliqa bo'lsa Mutamning uyida qizi bilan burunqiga o'xshash ritmli turmush kechirgan bo'lsa-mu, ammo Nusratdan ayrilgan kundan boshlab uni bir qitimmi esidan chiqarib boqmabdi. Har kuni uni yod etib, uni eslaydigan, davomli kashtilaydigan raqtlarga esida qolgani bo'yicha Nusratning rasmlarini kashtilaydigan bo'pti. Uning o'z qasrida o'zining ko'z oldida turibmi, boshqa erni eslayotganiga chidamagan Mutham uningga ichida ochiqqa kelishga va ayni vaqtda nima uchun Nusratni biroqla urib o'ltirib etmaganligiga pushaymon qildi. Hamda Nusratga o'shmanlik, hasadxo'rlik qildi. U Nusratning tig'i o'lmaganligini bilgan bilan, ammo Hurliqa Nusratning o'lmaganligini bilmaganligi uchun ko'nglida ozroq bo'lsa-mu tasalli tepibdi. Ammo Hurliqadek shundoq oson pul tepib keladigan oltin daraxtni yutirib qo'ygan ilgari Hurliqani yetkichi xo'rlagan ayol tipirlab joyida jim turolmay qopti. Uning izdirikini har tarafdan qilishga boshlabdi. Va bir kuni bozor oylang'ucha Hurliqaning to'qigan kashtisini ko'rib qopdi. Va kashtini setayotgan kishidan so'rab, bu kashtini Hurliqaning kashtilaganligini bilibdi. Hamda uning nada ekanligini so'rabdi. Kashti setayotgan odam bu kashtini to'qigan qizni xo'jayinning intayin e'tiborlaydiganligini, hech kimning uning yiniga yaqin kelmaydiganligini bu kishidan anglabdi. O Hurliqani boshqa biri emas, dal o'zining yiliq Mutham tuqqunning ep ketganligini bilib, qanday qilishini bilolmay qopti. Aziz anglovchilar, cho'chak xarakterlik cho'ng tipdagi asar Qumliqdagi qizning bugungi qismi, ya'ni 7-qismi mush yerda tamomlandi.